Tanishing, Muhammad Yusuf. Tojikistondan chiqqan 11 yoshli iqtidor hozir Rossiya futbol olamini larzaga solmoqda. Muxlislar ham, murabbiylar ham uni allaqachon dushanbelik yangi Messi deb atashmoqda. Ammo yosh iste'dodning o'zi kelajagini boshqacha ko'radi. Hozir Dinamo Moskva safida to'p so'rayotgan Muhammadning yo'li u havas qiladigan afsonalarnikiga o'xshaydi. Uning eng katta qo'llab-quvvatlovchisi bu esa. U har bir mashg'ulotga olib boradi va hatto shaxsiy murabbiy sifatida yordam beradi. Muhammad tabiatan chap oyoqli. Lionel Messi kabi yaqin masofada to'pni nazorat qilish mahoratiga ega. Biroq u 7 raqamini muayyan sabab bilan tanlagan. Doim Messi bilan taqqoslanishiga qaramay, Muhammad aslida Cristiano Ronaldoni o'z ideali deb biladi. U yangi Messi degan ta'rifga qo'shilmaydi, chunki u ikki oyog'i bilan ham aniq va kuchli zarba bera oladigan to'liq hujumchi bo'lishni istaydi. Uning orzusi Barselonada emas, balki bir kuni Real Madrid libosida Santiago Bernabeu maydoniga chiqish. Yevropa skautlari allaqachon uning o'yinlariga kelib, maydonni ko'rish qobiliyati va gol urish instinktini jonli ravishda kuzatmoqda. Qatnashayotgan